Tarixda bizda juda ko'p olimlar yetishib chiqqan-u, lekin nimaga hozir chiqmayapti? Amerika va Yevropa davlatlari Marsga chiqish ustida ishlamoqda. Biz esa hali hanuz jenitramizga qanday diska taqish haqida bahslashyapmiz. Keling, shu haqida bugun birgalikda javob izlaymiz. Bugun faxrlanib gapiramiz-ku, lekin ularning yo'lidan ketyapmizmi degan savol juda jiddiy o'ylantiradi. Achinarli holat, to'g'rimi? Chet el davlatlari bizni asosan nimalar orqali taniydi? O'zbekcha osh yoki sport bilanmi? Birgina davlat faqat osh yoki sport bilan taniladimi? Bugungi kunda Amerika va Yevropa davlatlari Marsga chiqish ustida ishlamoqda. Yaponiya okean tubidan o'rganmoqda. Biz esa hali hanuz jenitramizga qanday diska taqish haqida bahslashyapmiz. Oka, men aytganimni qilib bering, bo'ldi, mana shuni taqib berasiz, sizda nima ketdi? Ya, oka, men aytganimni taqsiz, original narsa. Miyamizni foydali bilimlar bilan to'ldirish o'rniga unchalik ahamiyatga ega bo'lmagan narsalar bilan to'ldirib boryapmiz. Natijada kelajak uchun yetuk mutaxassislar emas, balki chet el uchun migrant tayyorlab berayotganga o'xshab qolmayapmizmi? Qaysi bir rivojlangan davlatga qarasak, ta'lim sifati yuqori o'rinda turadi. Masalan, Germaniya, Daniya hamda Xitoy. Ularning ta'lim sifati yuqori bo'lgani va xalqi katta g'oyalar ortidan quvgani tufayli hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotida ham yuqori pog'onalarga chiqqan. Xitoy va Daniya ta'lim tizimidan o'rnak oladigan bo'lsak, u juda puxta tuzilgan. O'quvchilar akademik muvaffaqiyatga erishishiga katta e'tibor berishadi. Ilmiy salohiyatga bo'lgan qiziqish bugungi kunda Xitoyning dunyoning eng kuchli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlardan biriga aylantirgan. Daniya ta'limi esa insonni hayratga soladigan tizim bilan yetakchilik qiladi. Mamlakat aholisi 6 million bo'lishiga qaramay, dunyoda o'qitish tizimi bo'yicha 20-o'rinda turadi. Hayotiy tajribaga asoslangan bu qo'llanma o'quvchilarga erkinlik va mustaqillik beradi. O'quvchilarning o'zlari tanlagan fan yoki loyihalar ustida chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yana bir qiziqarli jihat shundaki, mamlakatda o'quvchilarga ko'plab dunyo bo'ylab sayohat qilish imkoniyatini beradi. Bu o'quvchilarning boshqa davlatning madaniyati va yangi bilimlarni olib, fikrlash doirasini rivojlantirishda yordam beradi. Bundan kelib chiqadiki, biz ham ushbu davlatlar qatoriga kirishimiz uchun ta'lim sifatiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak ekanligi hamda xalqimiz kuchli g'oyalar ortidan quvlasa, 10 ni emas, 100 ni qo'lga kiritishga ishonamiz.